ko'rishinglar mumkin. Biz hech qanday mошенник emasmiz, biz hech kimni aldaganimiz yo'q. Biz rostdan ham oilali ayollar, erkaklar, pensionerlar bor, nogironlar bor, mana shu pulga muhtoj bo'lgan insonlar. Hammamiz yaxshi maqsadda, hech qanday birovga yomonligimiz yo'q. Yaxshi maqsadda mana shu biznesda o'z faoliyatimizni ko'rsatyapmiz. Biz ham million daromad ishlayapmiz, ham insonlarga yordam beryapmiz. Kambag'alchilikdan qutqarish maqsadida. Demak, men mana shu biznesga 26-sentyabrda kirib kelganman. Mana shu 2023-yil 26-sentyabrda mana shu biznesga meni Dilbar opa taklif qilgan. 26-oktyabrda 1 oy, 26-noyabrda 2 oy, 26-dekabrda 3 oy, 26-fevralda 4 oy. Demak, xudo xolisa erta 26-martda mana shu biznesga kirib kelganimga 5 oy to'lar ekan, xudo xolisa.